Assalomu alaykum aziz muhtaram do'stlar, barchalarga xayrli tong, xayrli kun. Bugun 2022-yil 8-fevral hafta kuni seshanba kuni Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidamiz. Hozir sizlarga bir ikkita narsalar yana limonchilik haqida tushuntirib ketmoqchiman. Mana biz hozir 7-8 yosh bo'lgan limonxonani abreskasidamiz. Şu yerda sizlarga bir ikkita narsalar ko'rsatib ketmoqchiman. Mana do'stlarim, erkak suruq. Erkak suruq novda mana. Erkak suruq novda. Bu erkak suruq novdani ko'proq ko'chatchilarimiz ishlatishadi. Mana bu holatda mana tayyorlab qalamchaga. Mana 20 cm dan qilib qalamcha qilib bunaqa yo'g'onlari ham bo'laveradi. Bunaqa yo'g'on yerlari ham bo'laveradi. Ko'chatga hozir ko'chat mavsum bo'lganligi uchun sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Mana yana novda sizlarga bu ham erkak suruq, birinchi kategoriyali, tikoni yo'q erkak suruq. Bundan asosiy 98-99% ko'chatchilarimiz shundan foydalanadi mana. Sizlar ham shundan foydalanib ko'chat qilsanglar bo'laveradi. Shunaqa tartibda mana kesib olasizlar mana. Baklarni ozgina qo'yib kesib olasizlar. Yaxshi ko'chat, lekin mana o'rta o'suv novdadan bo'ladi mana. Mana o'rta o'suv novda, sababi dumdumaloq tanasi. Mana kesim yuzasini ko'rsak dumdumaloq bo'ladi. Yaproqlari yaqin bo'ladi mana. Juda yaprog'i ko'p bo'ladi mana. Bu shu 45 graduslik qiya ostida. Endi 45 gradus bo'lib, mana turgan yerda bunday turgan mana 45 gradus. Yaproqlarning joylashishidan ham ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa voslar kaltaytirib olay buni. Mana ushlashga o'ngroq qilib qo'limda turmayapti. Uzunligi 1.20 gacha, 1.30 gacha bo'ladi mana uzunligi. Hozir men mana 70 cm qilib kesib oldim. Mana ko'ringlar, juda ham yaprog'i ko'p bo'ladi buni. Yaprog'ining orasi bo'g'inlari yaqin bo'ladi. Shunday qilingan ko'chatlar juda ham chiroyli, sifatli bo'ladi. Sifatli. Buni ko'radigan bo'lsanglar, Xayrullo aka bo'lsa tur, telefonni 1 daqiqaga. Mana ko'ryapsizlar, ona novdadan qilinganlar, mana gullari ham shunaqa bo'lib bir shunday. Nima obyekt mayerda tursin, qayt mana shu qayt turganmi, mayda turing. Qo'yga o'tib. Mana do'stlar, o'rta o'suv novda juda ham sizlarga aytgandek yaprog'i ko'p. Buni tayyorlash jarayonida mana yaprog'ini ozgina qo'yib kesib chiqasizlar mana. Yaprog'ini ozginadan joyini qo'yib kesib chiqasizlar. Mana shunaqa holatda qilib tayyorlab olasizlar. Qoldirib tursa ham bo'ladi shuni. Mana do'stlar, kesib bo'ldik. Mana bu yaproqlarini shunaqa holatga olib kelib olganingizdan keyin buni keyin mana 20 cm dan qilib kesib chiqamiz. 20 cm dan qilib mana kesib chiqamiz. Kesib chiqqanimizdan keyin mana qo'limizda shuncha narsa tayyor bo'ladi mana. Shunday narsa bo'ladi. Buni endi yerga suqish jarayoni qanday bo'ladi? Masalan, agar deb oladigan bo'lsak, mana orasini 10 cm, orasini 10 cm qilib oldindan tayyorlab qo'yilgan yerga shunga suqib chiqamiz. Assalomu alaykum, hoji aka. Alaykum assalom. Keling. Mana mana shunday qilib mana qilib chiqamiz buni. Xullas, buni yotiqligini ko'rsanglar 45 gradusda bo'ladi. Ikkitadan 3tadan kurtagi chiqib qoladi. Ikkitadan 3tadan kurtagini qo'yib, shunday holatda qo'yib chiqamiz buni. Endi buni yana bir qator qo'yishimiz mumkin.
yana bir qator qo'yishimiz mumkin. Sizlarga orasini 20 santimetr qilib yana bir qator qo'yib chiqamiz uni. Mana 20, bu yog'ini 10 santimetr, bu yog'ini 20 santimetrdan qilib qo'yib chiqqanimizdan keyin bunga 60 santimetr agat olinadi o'zi asli. 60 santimetr agatga bu yoqdan ariqqa 20 metr, bu yoqdan 20 santimetr, bu yoqdan 20 santimetr. O'rtasidan 20. Ariqdan ariqgacha o'rtasigacha 60 bo'ladi. Ikki qator qilib shunaqa ko'pgina agat qo'yganingizdan keyin ustini salafan bilan yopib qo'yamiz. Termiz salafan qilib yopib qo'yamiz. Shunda yaxshi bo'ladi. Uni vakuum qilib qo'yamiz. Vakuumni 70 kun mobaynida ochmaymiz. 70 kun shu holatda turadi. 70 kun. Bu mana navdadan qilingan ko'chatlar, mana o'rta o'suv navdadan qilingan ko'chatlar juda ham sifatli bo'ladi. Juda ham. Mana birinchi kategoriyali erkak suruqdan qilingan navda ham juda ham tez, chiroyli. Mana shunga o'xshab mana tez ko'chat bo'ladi. Mana juda ham ko'chat tez bo'ladi. Lekin buni bir kamchilik tarafi shunaqa navdani ko'p suradi mana. Endi buni shuni yerga suqib qo'yganimizdan keyin vaqt kelib shunaqa ko'chat bo'lgan vaqtida, mana navdalar chiqqan vaqtda buni keraksiz erkak suruqlarni olib turamiz mana. Keraksiz erkak suruqlarni olib tursak, 3 talik, 4 talik kaltay bo'lib mana shunday bo'lib mana ko'chat bo'ladi bu yerda mana. Mana shu yerda shunday ko'chat paydo bo'ladi. Shundan biz ortiqcha navdalarni olib, kerakli 2 ta yoki 3 ta. 2 ta yoki 3 ta shoxini qo'yib mana shunday qilib yozning o'rtalariga borganda shunday qilib shakl berib qo'yamiz mana do'stlar. Shunaqa shakl berib qo'yamiz. Shu shakldan 3 talik juda ham go'zal ko'chat paydo bo'ladi. Mana shu qalamchadan chiqqan, mana shu qalamchamizdan chiqqan navdani shunday qilib qo'yamiz mana. Shuni qo'ysak, buni yozning o'rtasida uchini shunday kesib qo'yganimizda kuzgacha bu juda ham go'zal ko'chat holatiga kelib qoladi. Juda ham go'zal bo'ladi. Shu 1 yoshlik ko'chatimiz bo'ladi. Endi do'stlarim, limon nimasiga yana bir sizlarga qaytamiz. Mana shu yerda gullagan navdalarni sizlar uchun olib kelib qo'ygan edim. Mana shu top gullar nima bu? Savollarga javob beradigan bo'lsak, bu top gullar bevaqt changlanganligidan, havo haroratini noto'g'ri ushlaganligimizdan. 4 ta rejim bor. Shu 4 ta rejimda bittasi haroratli rejim. Haroratli rejim buzilgan vaqtda shunaqa gullash sikli o'zgarib qoladi. Gullash vaqti o'zgarib qoladi. O'ziga almashib qoladi xullas. Shuning uchun buni mart-aprel oylarida gullatganimiz ma'qulroq. Sababi bu gullardan hosil bo'ladigan limon hosillarimiz mana shu yerda turibdi. Oling shuni. Bundan paydo bo'ladigan limon hosillari mana bunaqa top hosil bo'lib qoladi. Bu top bo'lib qolganlari birinchidan standart bo'ladi. Mana ko'ringlar, yaqinroq olib kelasa. Mana ko'rsanglar, mana shu limonni mana e'tibor bersanglar, mana badani silliq emas. Mana badani silliq emas. Ikkinchidan buni mana hozir sizlarga ko'rsatamiz mana. Limonni mana archib limonni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Buni ta'mi ham o'zgarib ketgan. Sababi bundagi limonning kislotanidan limon qolib ketganligi uchun bundan endi limon daraxti oziqlanyapti. Oldin limon hosiliga bergan edi, endi hosildan bu olyapti energiyani. Hozir men yeb ko'rsataman. Meni nimamga ko'nsanglar, bu hozir mandarindan ham shirin bo'lib qolgan. Mandarindan mana bismillahirrohmanirrohim. Mana mandarindan ham shirin. Sababi bundagi bor oziqani olib olgan. Bu hozir mesela olmaga ham o'xshab turibdi. Shirin olmaga o'xshaydi. Mandarindan buni karsillamaydi. Bu mana karsillab yeydigan bo'lib turibdi. Bu olmaga o'xshab turibdi. Ta'mi mandaringa o'xshaydi. O'ta shirin. Do'stlarim, buni shu yangilab havo haroratiga e'tibor berib, haroratli rejimda joyiga qo'ymasak, shunaqa limon qiladigan bo'lib qoladi. Bu limonni baribir pishish davri 25-noyabrga boradi. O'zbekistonda hech qanday 25-mayda yoki iyunda limon pishmaydi. Pishmagan ham. Shunga e'tibor beringlar.
gullatmaylar, haroratli rejim, sug'orish rejimi, oziqlantirish rejim hamda yorug'li rejim. Mana shu yerda qo'yilgan tepadagi poxollar ham, tepani ko'rsa, tepadagi poxollar ham xato. O'zi asli bunaqa qilmash kerak. Bu yorug'likni kesib qo'yadi. Shunga endi bularni tagiga lo'nka ochib 10 kilo biyagimiz, 100 gram kaliy, 200 gramdan amofos solinglar bundan buyog'iga deb turib tavsiya beryapti. Samarqand vegetatsiya davri kelyapti. Qo'shimcha savollar bo'lsa 93 426 55 22 ga murojaat qilasizlar yoki Teplitsa Olam Agrolimon Gruppa bosh administratori Muhammad Yusufman. E'tiboringlar uchun rahmat.